O'zbekistonda nufuzli turnirlar g'oliblarini tantanali kutib olish an'ana tusiga kirgan. Bu galgi navbat 17 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston terma jamoasiga. Islom Ismoilov boshchiligidagi O'zbekiston U17 terma jamoasi Saudiya Arabistonida o'tkazilgan Osiyo Kubogida dramatik g'alabaga erishib, Osiyo chempionlari sifatida yurtga qaytdi. Saudiyadan uchgan samolyot Toshkent vaqti bilan 20:00 lar atrofida mahalliy aeroportga kelib qo'ndi. O'zbekiston sport hukumati, futbolchilarning yaqinlari, keng jamoatchilik vakillari, ommaviy axborot vositalari xodimlari Osiyo chempionlarini qarshi oldi va albatta futbolchilar bilan doim birga yuradigan, aslida joyi tribunada bo'lgan shaxs ham shu yerda. Ommaviy axborot vositalariga intervyu berar ekan, jamoa ustozi Islom Ismoilov hozirgi jamoani shakllanishiga qancha vaqt ketganligini, bu jamoani hozirgi holatiga olib kelish oson bo'lmaganini va albatta dramatik final haqida o'z fikrlarini bildirdi. Bu jamoa tashkil topganiga 3 yil bo'ldi. 3 yil vaqt davomida juda ko'plab xalqaro turnirlarda qatnashdik, juda ko'plab o'quv yig'in mashg'ulotlarini o'tkazdik. 3 yilda jamoa o'zini o'sha eng yuqori darajasiga chiqdi, lekin hali bu futbolchilar o'zlarini to'liq potensiallarini ochishgani yo'q. Oldinda jahon chempionati turibdi. Albatta jahon chempionatida ham bundan-da yaxshiroq, chiroyli o'yinlar bilan yurtimizga futbol muxlislarini xursand qilamiz. Jamoa yetakchilaridan biri finaldagi shedevr gol muallifi va Osiyo Kubogining eng yaxshi futbolchisi Sadriddin Hasanov ham o'z his-hayajonlari bilan o'rtoqlashdi. Hozir his-hayajonlarimiz juda ham oshib-toshib yotibdi hozir. To'g'risi juda ham xursandmiz komandamiz bilan shu kubokni O'zbekistonga olib kelganimizdan. O'yin nimasi bilan esda qolarli bo'ldi siz uchun? Shu ikkita qizildan keyin biz komandamiz cho'kib qolmadi. Yana ham oldinga borishga harakat qildik. Kechagi golingizni ta'riflab bering, nima o'tdi unaqa gol urgandan kechingizdan? Kechagi golimdan keyin to'g'risi ko'rdingiz-a? Qayta ko'rdingiz-a? Qayta. Avval ham mashg'ulotlarda bo'ladimi? Faqat chiroyli gol urdingiz. Yo'q, mashg'ulotlarda ham bo'lib turardi. Nihoyat intervyulardan ortib aeroport yo'lagidan chiqib kelgan futbolchilarga O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov tomonidan prezident tabrigi o'qib eshittirildi. Prezident administratsiyasi departamenti rahbari Odil Abdurahmonov O'zbekiston Respublikasi prezidentining futbol bo'yicha 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasidagi Osiyo Kubogi o'yinlari g'oliblari va ishtirokchilarini mukofotlash to'g'risidagi farmonini o'qib eshittirdi va futbolchilarga sport hukumat vakillari tomonidan avtomobillar kalitlari topshirildi. Nihoyat eng hayajonli lahzalar, futbolchilar o'zlariga atalgan avtomobillarni qidira boshladi. Ammo 17 yoshda ularga avtomobil boshqarish mumkin emas. Shuning uchun Osiyo chempionlari prezident sovg'alarini ota-onalariga, o'z yaqinlariga tuhfa etdi. Oldinda bu jamoani noyabr oyida Qatarda o'tadigan mundial bahslari kutib turibdi. Shu sababli futbolchilarning ham, murabbiylarning ham ortiqcha euforiyaga berilishga haqqi yo'q. Zero jo'ja kuzda sanaladi. Rahmat sizga.